La'natla shuni qilmayman agar bolani 18 yoshda o'zini uyi bo'lmasa. Opa, o'zi birov uyida kvartirant bo'lib yashaymiz-ku. O'chir ovozingni, kimdir meni jarlikdan ochib ketish kerak-ku. Yana men turmushga chiqmayman agar mahrga menga gelik olib bermasa. Adamni ko'priklardan boshqa mashinaga o'tirganmisiz o'zi? O'chir ovozingni. Oylik xarajatlarim 30 million. Ona, dadam moliyarini ish bo'l. 5 million. Niya saljibdi bu qizingizni? Ya, tomi ketganmi? Ona, qizlarga nima bo'pti? Opam bunaqa bo'lib turgan bo'lsa, ertaga men qanday kelin topasiz? Qo'yur, vaqtida biz ham shunaqa bo'lganmiz. Sovchilar qaytib ketib, mana qurum savdodan o'tiribman. Tasavvur qil, Dubay shayxi shu gaplarimni eshitib, hamma narsani qilib beraman, men roziman deb qolsa-ya. Opa, siz o'zingiz o'qitib yuboring. Instagramdagi nidagon qizlar sizni miyangizni zaharlab o'tdi. Na uyingiz, na mashinangiz bor. Red flag, короче. Hali men ko'rsatib qo'yaman senga. O'g'irlikni nimaga qilding? Oke, sevgan qizim 18 yoshingizdan shaxsiy uyingiz, mashinangiz bo'lsin dedi. Qatdan o'g'irlik qilmasam bu narsalarni qilish mumkin. O'zi bir go'da